ishdan kelsam hovli betartib, xuddi uyda kelinim yo'qday. Dadamizga murojaat qildim, eshittirib kelinga atay. Dadasichi endi bozordan oyog'i bor sipirga oling. Qolib ketsa yo'lakda darrov topib olsin o'z joyin. Nima gap deb dadamiz hayron, jinnilikka soldim o'zimni. Hazil degan ishora bilan qisib qo'ydim unga ko'zimni. Olimlar ham topa qolmadi. Cho'ntak qo'llik daraxt navini kunda 2 marta supurib charchayapti kelin hovlini. Har daraxt o'z bargini terib, cho'ntagiga yig'ib yuradi. Uyalmasdan mehmon kelsa ham hovlimiz ham toza turardi. Gaz plitam eskirdi chog'i. Qachon ko'rsam bir qarich olov choy qaynatib bo'lgandan keyin o'zi o'tsa bo'lardi darrov. Aqlligini keltirib bering. Olov poylab o'tar tun kunim, hali o'chir, hali pasaytir, charchaydi-da sho'rlik kelinim. Hisoblagich bu yoqda g'ir-g'ir pulingizni yozib yotibdi. Tejamasak bo'lmas 3 uyni o'sha olov isitib yotibdi. Cho'g'im bo'lmay har narsa bo'lsin, artib ola olmaydi yuzini. Choy qaynatib suv tashiydi-yu, cho'miltira olmaydi o'zini. Yuvib qo'y deb qarab turadi. Kelinimga shuncha ishkanmi? 10 yil yuvdim, ovora bo'lib kutayotgan bo'lsa u meni. Jo'mraklardan to'xtamaydi suv, jon dadasi uvolgu ko'ring. Bu espas jo'mrakni olib esligidan keltirib bering. Suvni tejang soy bo'yida ham deyilganini yaxshi bilamiz. Har tomchiga javob ber desa oxiratda nima qilamiz? Xo'jayin der do'kon qayerda? Dedim uni topasiz oson. Nodonlarga dono jihozlar deb ustiga yozilgan do'kon. Izlab chiqib ketdi xo'jayin. Topdimi, topmadi kim bilsin. Olov o'chdi, choynak yuvildi. Mani gapim topdi egasin. Baqir chaqir qovoq tumshuq yo'q. Kaminaga shu usul qilay. Ilonni ham indan chiqargan shirin so'zdan o'zim o'rgilay.